Oting nima? Firdavs? Qara uka, sen bilan hozir bitta ish qilamiz-da, senga sovg'am bor edi, qara. Qo'limda 4 ta shokolad bor, ushlab tur. Ha? Xohlasang shuni bittasini senga beraman. Xohlasang 4 tasini ham beraman. Ya, aka menga bittasini bering, 4tasiga bo'kib qolaman men. Bo'kib qolasanmi? Ha? 3 tasini nima qilamiz unda? 3tasini boshqa zinaga berarsak-chi, zo'r bo'ladi. Faqat o'ramizmi? Ha, mayli. Kimga beramiz? Farqi kim kelsa o'shanga beraveramiz. Bo'ldi, uka, beraveramiz. Ana, odam kelyapti, ket. Qani? Assalomu alaykum. Men yo'nalishga sizga. Assalom. Tinchlikmi? Ha, endi sizni xursand qilmoqchi bo'ldim-da. Instagramga chiqyapmanmi? Ha, endi. Onam meni bunaqa omadli chiqqan deb o'ylamagandim. Rahmat. Aka, ana ikkita qiz kelyapti. Ketib ularga ham beraveramiz. Bo'ldi, uka, davay, xursand qilib ularni ham. Assalomu alaykum, Ahmad. Shokoladni olinglar. Olishmadi. Orqa tomonda kelyapti. Assalomu alaykum, xolajon. Oling shokolad sizga. Nega? Ha, endi xursand qilmoqchiman-da sizni. Bu bola sizni xursand qilmoqchi bo'ldi, xola. Sizni ham. Assalomu alaykum, aka. Mana shu shokolad sizga bermoqchiman. Nega? Ha, shunchaki sizni yangi yilga xursand qilmoqchi edim-da. Mana shu boladan siz uchun. Aka, oling sizga. Ha, shunchaki yangi yilga. Chin ko'ngildan podarkani sizga. Rahmat katta. Aka, aytganingiz bajarildi. Uka, qara bitta savol. Nima uchun bu ish qilding sen? Ay, endi nafsimga qul bo'lishni yoqtiraman aka. Unaka qarasangiz tishlarim qurtlar tushib ketgan mana tishim. Hammasi o'zing yesang bo'lardi-ku, odamlarga tarqatib yubording. Ya, odamlardan yaxshilik qoladi endi bari. O'zing shokolating qani? Berib qo'yibman yaxshilikka o'rganib qolib. Nimalar ish qilding? Bilmadim endi, qalbimdagi yaxshilik jo'shib ketdimi? Endi har xil ishlar qilmoqchiman o'zi, to'g'risini aytsam. Ota-onangga rahmat, uka. Xo'p, rahmat aka. Hali sanaqa odamlar ko'paysin. Xo'p.